Ayoz bobo ertak filmidagi Ivanushkaning fojiasi. Siz Ayoz bobo ertagidagi Ivanushkani albatta eslaysiz. Ko'k ko'zli, oltin sochli va bo'yi basli ushbu yigitni millionlab qizlar yoqtirib qolishgan edi. Ivanushkaning beg'ubor tabassumi odamlarga baxt ulashardi. Ammo bunday ertaknoma niqob ortida qanday dahshatli qismat yashiringanligini ko'pchilik bilmasdi. Millionlab odamlarning sevimli insoniga aylangan Ivanushka hayotining so'nggi kunlarida yopiq ruhiy xastaliklar shifoxonasida yolg'izlikda hamda qashshoqlikda yakunladi. Ushbu aktyorning ismi Eduard Izotov edi. U 28 yoshida Ayoz bobo ertak filmida Ivanushka rolini ijro etgan va butun dunyoga mashhur bo'lgan. Izotov jozibali ovoz, betakror mahorat va kuchli xarizmaga ega edi. Shaxsiy hayotiga ham hammani havasi kelar edi. Uning birinchi rafiqasi betakror aktrisa Inga Butkevich bo'lgan. Ularning turmushidan Veronika ismli qiz dunyoga keladi. Ular 24 yil birga yashashadi, ammo vaqt o'tib ular ajrashishga qaror qiladi. Ko'p o'tmay Ivanushka Irina ismli ayolga uylanadi. Ko'pchilikning fikricha aynan Irinaga bo'lgan sevgi muhabbati Ivanushkani halokat yoqasiga olib keladi. Izotov va Irina o'zlariga shaxsiy dala hovli qurishmoqchi bo'lishadi, ammo pul yetishmaydi va ular tavakkal qilib qo'llaridagi eski tilla tangalarni hamda 1000 AQSh dollarini rublga ayirboshlashmoqchi bo'lishadi. O'sha ishni qilishmoqchi bo'lishganda Moskvaning qoq markazida ularni qo'lga olishadi. O'sha paytda SSSRda valyuta kontrabandasi eng og'ir jinoyatlardan bittasi hisoblangandi. O'sha vaqtda ko'plab mashhur san'atkorlar va aktyorlar Ivanushkani avf qilishni so'rab yolvorishadi. Ammo Izotovga baribir 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. U jazoni Matrosskaya Tishina qamoqxonasida ijro etadi. Ana shu 3 yil Ivanushkani butunlay sindiradi. U qamoqxonadan butunlay boshqa odam bo'lib chiqadi. Qamoq uning sog'lig'iga o'nglab bo'lmas darajada zarar yetkazadi va ozodlikka chiqqandan keyin atigi 2 yil o'tib Ivanushka birinchi insultga chalinadi. Keyin esa ikkinchisi, uchinchisi va to'rtinchi insult, ya'ni Izotov bir nechta og'ir insultni boshidan o'tkazadi. U tez fursatda o'z xotirasini yo'qotishni boshlaydi va nogironlar aravachasiga o'tirib qoladi. Kasallik kuchaygach, uning ikkinchi rafiqasi unga qarashga chidolmay, uni yopiq ruhiy xastaliklar shifoxonasiga yotqizadi. Eng og'ir damda Ivanushkaning birinchi sobiq rafiqasi Inga va uning qizi Veronika oldida turishdi. Ular Ivanushkani bir soniyaga bo'lsa ham yolg'iz qoldirishmadi. Ular kasalxonaga tinimsiz qatnab, Ivanushkaning barcha qimmat operatsiya va dori-darmonlariga pul sarflashdi. Ivanushka hayotining so'nggi kunlarida o'z qizi hamda sobiq rafiqasini yuzini tanimaydigan ahvolga tushib qoladi va 2003-yil 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kunida bu dunyoni tark etadi. Uning yuragi 5-infarktni ko'tara olmaydi va urishdan to'xtaydi. U o'shanda 66 yoshda edi. Taqdir Ivanushka bilan shafqatsiz o'yin o'ynadi. U unga ittifoq miqyosida mashhurlik berdi-yu, ammo keyinchalik hamma narsani tortib oldi.